بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo Qur'onda siz bilan bizga xitob qilib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatli bo'lgan zot. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin va nabluwa ahbarakum." Albatta biz to sizlarning orangizdagi bizning yo'limizda moli jonlari bilan kurashuvchi va yaxshi yomon kunlarda sabr qilguvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz. Mana shu ikkita oyat karimada Alloh subhanahu va taolo insoniyatni dunyoga imtihonga kirgizganligini bayon qiladi. Imtihon degan so'z hammamizga ma'nosi ma'lum. Imtihon mavsumi kelgan paytda maktabda bitiruvchilari tipirchilab qoladi. Harakat qilib qoladi. 10 yil o'qimagan ilmini shu oxirgi imtihon haftasida harakat qilib shu binasa qilib boraman deydi. Yoki 5 yil oliygohda o'qigan bo'lsa, endi bitiruv imtihonlari vaqti kelgan paytda hamma narsadan voz kechadida, hatto uyqusidan voz kechib tarbiyalik qiladi. Ota-onalari maktab ostonasiga borib turgan, shahodatda yaxshi olsin bolam deb, yoki oliygohga kiruv imtihonini topshirayotgan bo'lsa, o'tib qolsin deb qarindoshlari kelib turgan. Xullas, bir imtihon boshqacha bir odamlarga bir kayfiyat bag'ishlaydi. Dunyodagi bir ma'lum maqsadga yetish uchun bitta odam orqasidan shuncha ovoragarchilik. Agar bir yil o'ta olmasa muammo emas, keyingi topshirib harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Lekin mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar aytsakki, biz siz bilan har kuni yuzlagan, balki minglagan imtihonda ustida turamiz. Sezamizmi shuni? Har kuni 100 ta yoki 1000 ta, ehtimol undan ham ko'proq imtihondan o'tamiz. Har kuni, har bittamiz. Erkak va ayol, boy va kambag'al, ochiq to'q. Nima imtihoni u? Oxirat imtihoni. Alloh taoloning imtihoni. Ertalab uyg'onganimizda imtihon boshlanadi. Uyg'onib kalima keltirdikmi? O'sha imtihondan o'tdik. Bismillah deb turdikmi? U imtihondan o'tdik. Demak, hayotimizning har bir lahzasi imtihon ekan. Ehtimol 10 minglagan kuniga imtihondan o'tamiz. So'z imtihoni, amal imtihoni, ko'z imtihoni, quloq imtihoni. Sezamizmi shu imtihonligini? Bu ikki oyat karimada insoniyatni dunyoga kelishidan maqsadi Alloh taoloning imtihoni, sinovi ekani ma'lum bo'ldi. Dunyodagi imtihon oson. Chunki imtihon qilinayotgan odam 9-sinfni bitirayotgan bo'lsa, 9-sinf programmasi bo'yicha javob beradi. Agar universitetda 1-kursini tugatgan bo'lsa, shu bo'yicha javob beradi. Ma'lum bir qismini javob beradi. Yana ana shu 1 yilda o'qigan narsasini hammasini emas, ba'zilarini so'raladi, ba'zilarga javob berib qo'ysa, baho oladi. Oxirat imtihonichi? Tug'ilgan kuningizdan boshlab, balog'at ketgan kuningizdan boshlab, shariat yelkasiga taklifotni qo'ygan kundan boshlab, ruhingiz tanangizdan ajraguchi bo'lgan qanaqa bosqich bo'lsa, hammasidan savol javob qilinasiz. Inson tong ottirar ekan, imtihonlar ko'chasiga kiradi. Mana aytib, uyg'ongandan boshlandi imtihon, to uxlaguncha. Uxlaganda imtihon yo'q endi. Turdi, til imtihoni. Savdo qilar ekan, shunday gap orasida faqat bitta gapni gapirib qo'yadi. Keyin o'zi biladi noto'g'ri qilganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, til imtihoniga. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam 70 kharifa. Imom Termiziydan sahihlarda keltirilgan Abu Hurayradan. Rasul aytadilar. Albatta bir kishi bir so'zni gapiradi-da, unga parvo qilmaydi. Shuni gapirib qo'yadi. Shuni gapirib qo'yadi. Parvo qilmaydi. Payg'ambar bu Alloh norozi bo'ladigan so'z edi, lekin shuni gapirib qo'ydi. O'tolmadi shu imtihondan. Payg'ambarimiz aytadilar, mana shu kalimasidan sodir bo'lgan gunoh uchun Alloh taolo 70 kuz jahannamga uloqtirib tashlaydi. Bitta kalimasi uchun 70 yil jahannamda qolib ketadi. Bitta kalima uchun. Endi bunaqa kalimadan qanchasi o'tib ketyapti? Imtihon nimada? Imtihon harakatlarimizda, fe'llarimizda, jim turishimizda, hatto tabassum qilib turishimizda. Tabassum qilib qo'ydik. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Musulmon birodaringizga qarab tabassum qilib qo'yishligi sadaqa. Endi xuddi shu tabassum birovni masxara qildi. Ijib qo'ydingiz. Kulib qo'ydingiz. Ketdingiz. Mana shu imtihonni o'tamadingiz. Tushunarlimi? Mana shu tabassum ham imtihon. Bir odam ikkinchi odamni masxara qildi, haqorat qildi, nohaq ish bo'ldi, shuni ko'rib turib tabassum qilib qo'yishligingiz o'zi ham imtihon. Va wudiyal kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi va yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Va wajadu ma amilu hadira va la yuzlimu robbuka ahada. Qiyomat kungi imtihonni ko'rinishini Alloh taolo mana shu oyatda siz bilan bizga bayon qiladi. So'ng har bir kishining nomoya a'moli o'rtaga qo'yilur. Bas, gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qanday kitobki, na kichik, mana katta gunohini qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yibdi. Kattasini ham, kichigini ham. Deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mayda gunohlar yozilyapti, katta gunohlar devon bo'lib tashlanyapti. Va kullu sag'irin va kabirin mustatar. Va har bir katta, har bitta kichik va katta amal bitilmishdir. Alloh taolo aytayapti, odamlar har bitta chiqayotgan so'z, har bitta qilinayotgan ish, har bitta bosilayotgan qadam yozilyapti deyapti. Va inna alaykum lahafizin kiroman katibin. Albatta, ustingizlarda hurmatli ikkita yozuvchi farishta bor deydi. Doim birga hojatxonada, hammomda yoki ayoli bilan yolg'iz bo'lgandagina bu farishtalar yonida turmaydi. Boshqa hamma o'rinda yozib turadi. Sizga bir aytdingiz, falonchi poylab yuribdi ekan, bir xato qilsiz, yomon qilar ekan. Shu poylab yuribdi, ehtiyot bo'ling dedi. Haligi odamni ko'rganingizda, haligi ogohlantirgan so'z esiga keladi, nihoyatda xushyor tortadi. Haligi odamni oldida to'g'ri turishga harakat qilasiz. Shu birorta qadamda o'ylab bosasiz. Endi agar muomala qilish kerak bo'lsa, juda so'zlaringizni ehtiyot bo'lib terib gapirasiz. Qarang, inson dunyoda bir insonni kuzatyapti, muroqaba qilyapti degan so'z sizni xushyor torttirib qo'yapti. Endi narigi kuzatayotgan odam ko'rmay qolishi mumkin biror aybingizni, esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Lekin mo yelkamizda turgan ikkita farishta akalar to'xtamay yozadi. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan joyda Allohdan taqvo qilaylik. Hamma ko'rayotganda u hamma gunohdan tiyilaveradi. Bir-biridan uyatib bo'lsa ham. Endi hech kim ko'rmayotgan paytda qilgan taqvoimiz haqiqiy taqvo bo'ladi. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kichkina gunohlar yozilyapti, katta gunohlar tahlanib devon-devon qilib qo'yilyapti. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimiz, gapirayotgan gaplarimiz, bosayotgan qadamlarimiz yozilayotganiga yana bitta dalil. Josiya surasi 29-oyat. Hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Mana bu kitobimiz sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlar qilguvchi bo'lgan amal, barcha amallaringizni ushbu nomoy amalga ko'chirib qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qib berganda, u davrdagi arablar, u davrdagi odamlar yozish deganda faqat o'sha siyoh bilan qog'ozga yozishni tushungan. Shundaymi? Endi bir shunday davrlar keldiki, yozishda asbobi ko'payib ketdi. Suratini yozyapti, ovozini yozyapti. Ha bu insoniyatga ozgina ilm berilib, shuncha narsani yozishlik qudratiga ega bo'lgan bo'lsa, hamma ilm egasi bo'lgan Parvardigor yana qanaqa yozib qo'yishni yo'llarini qilar ekan ustimizda. Savdogarlar bloknot tutadi. Haqlarini yozadi, qarzlarini yozadi, oldi berdi. Chunki nimaga yozadi? Esdan chiqib qoladi-da. Esdan chiqib qoladi, haliga qaratda yodiga tushadi. Ha demak, yozib qo'yilayotganligi bu farishtalarning Alloh taologa esdan chiqib qolishligi emas, hujjat dalil bo'lishligiga. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Yawma yab'athuhumullohu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullohu va nasuh vallohu ala kulli shay'in shahid. O'sha kofirlar azobga duchor qilinadigan kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib, hayotda dunyoda qilgan amallarining xabarini berar. U amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yuborishdi. Eslang o'tgan qilgan ishlaringiz. Savob ham esdan chiqib ketdi, gunohi ham esdan chiqib ketdi, kattasi ham kichigi, lekin Alloh taolo nima deyapti? Yozib bitib qo'yilgan. Inson gunohni qilar ekanda esdan chiqarib olar ekan. Qiyomat kunida tan olmasaga men qilmaganman der ekan. Parvardigor qilmaganman der ekan. Hadislarda keladi. Bu hikoya yozgan farishtaga ham meni muflis bo'lishimni, bankrot bo'lishimni, jahannamga tushishimni xohlayapti. Bu odamlardan bari meni ziyonimni xohlaydi. Men hech qaysini guvohligini olmayman. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo kimi guvohligini qabul qilasan, o'zini der ekan. O'zimga o'zim qarshi guvohlik bersam shunda to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugun, ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Yana o'zini ochib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilganmisan gunohni? Esimizdan chiqmasin. Dunyodagi imtihonga qaytamiz. Dunyodagi imtihon cheklangan, ma'lum bir fandan, ma'lum bir kitobdan, ma'lum bir varaqlardan bo'ladi. Falon betidan aytib bering deydi. Falon qoidani aytib bering deydi. Falon narsani xususiyatini aytib bering deydi. Ozgina narsa so'raladi. Lekin oxirat imtihonida-chi? Hayotingizni hamma jabhasiga javob berasiz. Yana bir turishda. Alloh taologa bir marta turasiz, esingizni tanigan kundan boshlab, balog'atga yetgan kuningizdan boshlab, vafot qilguningizcha necha yil yashagan bo'lsangiz, hammasiga javob berasiz. Universitetda bir to'rtta imtihon bo'lsa, bu psixolog. Shu to'lovidan so'raydi. 5 yil o'qigan kuningizni hammasini kunma-kun so'ramaydi, chunki domla o'zi ham bilmaydi 5 yilda nimani ham o'qigan hammasini.
Lekin Alloh taolo oldiga turganda, esiz kelgandan boshlab tilingizga ham javob berasiz. Ko'zingizga ham, amalingizga ham, sarf-xarajatingizga ham birdamga javob berasiz. Biz aytdik, dunyodagi imtihondan bugun o'ta olmasangiz, ertaga qaytarish mumkin, lekin oxirat Alloh taoloning oldida turgandagi hisob-kitobda bir turasiz, yo o'tasiz, yo o'tmaysiz. Alloh taolo qasam ichib aytadi. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Waqifuhum innahum mas'ulun. Alloh taolo bir to'p kofirlarni jahannamga uloqtirishliklaridan oldin aytadi. Ularni to'xtatib turinglar. Dozoqqa tashlab ushlab turinglar. Chunki ular so'ralguvchidirlar. Shunday tashlab olmaydi dozoqqa o'sha kofirlarni ham, o'sha zolimlarni ham to'xtatib so'raydi. Nimaga qilgan bu ishni? Qaysi haq bilan qilgan bu ishni? Javob bergizadi. Keyin jahannamga tashlaydi. Toki bu yoqda zulm ko'rganlar uni ko'rib turib, qalblarida gina kudratlar yozilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in." Bir inson qiyomat kunida 4 ta narsa haqida so'ralmasdan turib, o'rnidan jilmaydi qadamlari. 4 ta narsa haqida so'raladi, javob bergandan keyin jiladi, yo u yoqqa, yo bu yoqqa. Nima edi ular? Diqqat qiling. An umrihi fima afna. Umrini nimaga sarf qildi? Umri haqida so'raladi. Shu savolni har bittamiz o'zimizga berishimiz kerak. Nima deb yashayapmiz? Bola chaqa deb noto'g'ri bu. Bola chaqa deb yashash kerak emas. Alloh deb yashash kerak. Shunda bola chaqaga qaraganingiz ibodatga o'tadi. Shunda ham bolaga qaraysiz, chaqani topasiz, baribir qilasiz. Lekin maqsad Allohning roziligi, Allohning diydori, Allohning jamolini ko'raman deb yashayotgan bo'lsangiz, uni yo'lida qilingan barcha amallar ibodat. Bola topganingiz ham ibodat, boqqaningiz ham ibodat, tijorat qilib pul topganingiz ham ibodat. Umrini nimaga sarf qilib yuribdi odamlar? Bir kursiga yetish uchun, bir mansabga yetish uchun nimaga sarflayapmiz umrimizni? Musulmonlar, ko'zimizni katta ochaylik. O'zi bizni vaqtimizdan boshqa hech qanaqa bir sarmoyamiz, dasmoyamiz yo'q. Bizning aborotimizda faqat vaqt bor. Ikkinchisi, anjasadihi fima abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nima bilan qaritdi? Nima bilan soch soqolini oqartirdi? Nima bilan belini egdi? Bola chaqa debmi? Orzu havas debmi? Odamlarga men ham yetaman, odamlardan kam bo'lmayman degan maqsad bilan ishlab belini qaritdimi? Va ishonaveringlar, agarki Alloh deb yashasa bir inson, ko'p ishlar pul topib olish ham shart emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fatima onamiz roziyallohu anhoda Aliga nikohlab berganda 1,5-2 kilo xurmo bilan to'y o'tkazib olgan. Kimimiz qizimiz Fatima Zahrodan ustun? Kimimiz kuyovimiz yoki o'g'limiz Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhadan baland? Shu kishilarni to'yichi 1,5-2 kilo xurmo bilan o'tavergan, yana kvartirada o'tirishgan. Jasadimizni nima bilan isrof qilib yuribmiz? Nima bilan qaratyapmiz? Javob ber. Bilib qo'yinglar, qiyomat kunida jasadimiz o'zimizdan so'raydi. Meni qiynagan bu deydi. Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga? Qayerga? Haloldan topayotgandursiz. Lekin halolga ketyaptimi? Yo isrofga ketyaptimi? Haromga demayman. Chunki alhamdulillah aroq ichmaysiz yoki boshqa ish qilmaysiz, isrofga ketmayaptimi pul? Va an ilmihi ma'da amila fihi. Ilmi haqida so'raladi. Nima amal qildi ilmida? Pulni qayerdan topganimizga javob beramiz ekan bitta ilm. Qayerga sarf qilganimizga ham javob beramiz ekan bitta ilm. Mana ilmiy bo'ldik hammamiz. Endi shu ilmimizga amal qilamizmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullukum ro'in fa mas'ulun an ro'iyatihi. Matnni o'qimayman, vaqtdan ozgina tejaylik. Har bittanglar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida javob berasizlar. Insonlarga amir bo'lib turgan kishi ra'iyat haqida Allohning oldida javob beradi. Erkak kishi boshliq oilada xotini bola chaqasi haqida javob beradi. Ayol kishi qo'l ostidagi erini, mulki va farzandlarining ustida boshliq eridan keyin hamda mana shular haqida javob beradi. Hamda har bitta qul o'zining sayyidini morida javobgar bo'ladi. Mana misol. Bir davlatman odamning do'konida yollangan odam o'tirib kassada savdo qilyapti, sotuvchi. Haligi odam savdo qiladi, sotgan molini kechki payt hisobini beradi yoki biroyda bir hisobini beradi. Endi haligi o'ziniki bo'lmagan mulk ustida o'tirgan omonatdor savdogar bir oshnasiga yarim narxiga berib yubordi. Qarindosh keldi, bekarga berib yubordi. Endi atchot bo'layotgan paytda xo'jayin qani deydi. Qani deydi, to'lang deydi oldingizdan. Kechib yuboradimi? Qo'limizga kelgan moli dunyomi, farzandmi, mansabmi, qo'l ostimizda nima bor? Mana shular haqida Alloh taolo siz bilan bizdan hisob-kitob so'raydi. Akalar, xotinga qanaqa muomala qilganligimizni Alloh so'raydi. So'kkanmizmi nohaq, urganmizmi, zulm qilganmizmi, toqat ko'tarmaydigan buyurganmizmi, islomiy muomala qilganmizmi, namozni o'qida targ'ib qilganmizmi, toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi? Akalar, xotinlar erkaklarning yelkasiga qo'yilgan Allohning omonati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir mavzuni aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan. Xotinlarga qilgan muomalamizdan Alloh taolo javobgar bo'lamiz. Farzandlarni yedirib ichirib kiydirib olmasdan ruhini ham tarbiya qilaylik. Katta bo'lganda Alloh deb yashaydigan bandalardan bo'lsin. Javob beramiz farzandlar ustidan. Inson qo'l ostidagilarga javobgar. Qiyomatda mana shu imtihonda mana shu savol ham bo'ladi. Endi bitta muallimni oling. Maktabdagi muallim yoki muallimani. Kiradi. Agar shu bolalarga beriladigan ilmni, darsni o'zi yaxshi bilmasa,
yoki bilib turib yaxshi ta'lim bermasa qiyomatda shunga ham javob beradi. Chunki dunyodagi omonatlarning bittasi bolalar. U bolalar oppoq, daftarda varag'i singari pokiza qalblarini ana shu muallimaga tutadi. Muallim unga naqsh chizadi. Agar chiroyli chiqsa, bu insonda bu go'dakda qalbi pokiza tarbiya qilinsa, to'g'ri tarbiya qilinsa, bu inson yaxshi inson bo'ladi. Endi boyaga o'qituvchi, "Hayda oyligimizga yarasha ishlayapmiz-da" desa, aytamizki, oyligingizni oz qilganlarda alamini bolalardan olasizmi? Qaytaraman. Oyliginglarda oz qilib qo'yganlarda alamini bolalardan olasizlarmi? Bular begunoh, bular norasida, bular pokiza, bulardan alam olmaydi. Ichimizda o'qituvchilar bo'lsa, yaxshilab bilib qo'yaylik. Bu bolalarni oyligi ishlagani uchun oz berilayotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin o'qituvchi akalar, opalar. Bu musulmonlarning bolalari. Omonat bular. Bularning Robbisi bor yerda qarab turgan. Senga meni bandalarimni omonat qilib berilganda beparvo bo'lgansa deb javob beradi. Agar oylik oz bo'lsa hamchi, Allohdan qo'rqib ta'lim beraveraylik-da, bu bolalarning Robbisi bizga barakot beradi, ozgina pulimizga. Ummatda ertangi kuni yoshlarga qarab belgilanadi. Agar maktabdagi o'qituvchilar yaxshi ishlarsa, bolalarimizga yaxshi ta'lim berilsa, albatta jamiyat yuksaladi. Dunyodagi imtihon. Kuni aniq, joyi aniq, vaqti aniq. Xonasi ham aniq, siz o'tiradigan kursi ham aniq, ob-havo yaxshi, salqin yoki issiq, tashqariga qarab. O'rindiqlar yumshoq, kayfiyatlar yaxshi, tinch o'tiribsiz. Endi qiyomatning imtihonxonasida-chi? Yer titragan, osmonlar sildirib olib tashalgan, dengizlar qaynab qurib bo'lgan, yer tekis likof shakliga keltirib qo'yilgan, silliq qilib, insonlar onadan tug'ilganda yalang'och holatda, hamma dahshatdan, vahimadan qo'rqib turgan holatda imtihonga turamiz. Esimizdan chiqmasin. Alloh taoloning oldida yakka turamiz. Wala tahsabanalloha mukhlifa ba'dihi rusula. Ey Muhammad alayhisalom, siz hargiz Allohni o'z payg'ambarlarga bergan va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatning intiqom oluvchidir. Akalar, Alloh bir zolimni jazosini dunyoda shart bermayotgan bo'lsa, siz xohlayotganda Alloh beparvo tashab qo'ymayapti. Alloh muhlat beryapti. Yo tavba qilsin yoki gunoh ko'proq qilsin. Aytayapti Muhammad alayhisalom, payg'ambarlarimga yordam beraman degan va'dam bor. Meni va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Qiyomat kuni bor, men imtihon olaman ulardan deydi Alloh taolo. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiyatin amma arda'at wa tadhaw kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna Allohu shadid. Mana qiyomat qoyim bo'lishidan burun yerni qattiq titrash haqida Alloh taolo bilan bizga xabar beradi. Yer shunday qattiq titraydi, insonlar o'zlarini yo'qotib qo'yadi. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuboradi. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiq. Mana shunday bir dahshatli, qo'rqinchli bo'lgan insonlarni jonlari halqumiga tiqilib turgan paytda imtihon qilinadi. Muallif aytadi, Qohirada bir yer qimirlaganida shunga guvoh bo'lgan odam aytib berdi deydi. Yer qattiq titraganda shu Qohira shahrida, Misrda. Bir ayol emizikli bolasini shunday ko'tarib yugurib ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqib vag'ayotgan bolasini bosib turadi. O'ziga keyin qarasa, qo'lidagi bolasi emas, erini oyoq kiyimi ko'tarib chiqqan bo'ladi. Ya'ni dunyodagi ozgina yerda titrashligi, bo'lmasam onani bolaga qanaqa mehribonligini bilamiz. Aql hushini yo'qotganidan bolamni olib chiqdim deb erini oyoq kiyimini quchoqlab ko'chada turibdi. Bu dunyodagi qo'rquv shunchalik aqlini olib qo'ysa, qiyomatning dahshatida insonning aqli qayoqqa ketadi? Mana shu holatda turib Alloh taolo oldida hisob-kitob qilinamiz. Zamonichi. U imtihon, dunyodagi imtihon akalar, qancha oladi? Eng uzoq imtihon. 3 soat, 4 soat, 5 soat bo'lsa imtihon tugaydi. Qiyomat imtihoni qancha oladi? Alloh taolo aytadi, bir kuni 50 ming yilga barobar teng kun deydi. Bir kuni 50 ming yilga teng barobar bo'lgan kunda insonlar Allohning oldida hisob-kitob qilinadi. Mo'min odam uchun bu imtihon juda tez o'tib ketadi, lekin fosiqlar uchun nihoyatda bir og'ir bo'ladi. Va yawma taqumu as-saatu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'atin kadhalika kan yufakun. Qiyomat soati qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda 1 soatdan ortiq turmaganliklariga qasam ichirlar. Hayotda dunyoda ham shunaqa qilishgan bo'ladi. Haqiqatan ham shunaqa. Alloh so'raydi ulardan, yerda qancha yil turdinglar? Ular aytdilar, 1 kun yoki yarim kun. Sanab turguvchi farishtalardan so'ra. Alloh aytdi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz muddat turdinglar. Ya'ni abadiy deb o'ylagan hayotinglar juda qisqa edi. Dunyodagi imtihonda joyi bilan qiyomatdagi imtihonda joyini bildik. Dunyodagi imtihon vaqti bilan oxiratdagi imtihon vaqtini bildik. Endi imtihon oluvchi haqida gaplashamiz. Dunyoda siz imtihon qiladigan domla yoki ikkita domla sizga o'xshagan odam. U ham charchaydi, u ham esdan chiqarib qo'yadi, malollanadi. Hamma so'rayotgan savollarning javobini o'zi ham bilmasligi mumkin. Bu 5 yil oliygohda o'qigan ilmingizni har bir kuniga, har bir soatiga savol bermaydi. 3-4 ta savolni beradi, bo'ldi chiqaring deydi. Dunyodagi imtihon shunaqa. Lekin qiyomatda Alloh taoloning huzurida turishida sizni
kim imtihon qilishligini bilasizmi? Hech qachon malollanmaydigan, hech qachon uxlamaydigan, hech qachon charchamaydigan, tamomiy ilm egasi bo'lgan Alloh taoloning oldida turasiz. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la. O'sha zot oldida turamiz. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turguchidir. Uni na mudroq, na uyqu olmaydi. Dunyodagi o'qituvchilar bilan bir kun gaplashib qo'yish mumkin. Yoki haligi o'qituvchi sizga qarab turib rahmi kelib yengilroq savol berishi mumkin. Bu psixolog deb qo'yish mumkin. Qiyomat kunida odil hisob-kitob bo'ladi. Alloh taoloning oldida turishimizni o'ylaylik. Xotin bilan muomala qilayotganda. Omonat qo'limizda turganda xiyonat qilmoqchi bo'lsak, Allohning oldida turishimizni o'ylaylik. Ko'zimiz bilan zino qilishga imkon bo'lib turgan paytda Allohning oldida turib javob berishimizni o'ylaylik. Chunki Allohning oldida har bittamiz enadan tug'ilgandek yalang'och holda, sunnat qilinmagan holda yakka-yakka kelamiz. Oysha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimizdan bu hadis va Rasululloh erkak ham, ayol ham yalang'och bo'lsa, aralashib tursa, qanaqa bo'ladi deb hayron bo'lganda savol berganida, Oysha deydi, holat shunaqa bo'ladiki, bu narsalarga insonlar qaramaydi, ya'ni ko'rmaydi yonida kim ketayotganligini. Imtihon qachon boshlanadi, kim biladi? Mana shu imtihon qachon boshlanadi? Ehtimol bugun boshlanar kimgadir. Ehtimol ertaga tong otmas kimimizgadir. Narigi imtihonning vaqti aniq. Aytdik-ku, mahalla bo'ladi, kuni bo'ladi. Lekin bu imtihonning vaqtini hech kim bilmaydi. Shuning uchun doim tayyor yurish kerak musulmonlar. 70-60 yetilish hech kim kafillik bergan emas bizga. Dunyoning imtihoni, oxirat imtihoni. Endi eng katta najot nima? Eng katta o'tish nima? Dunyoda bir diplom olishmi yoki universitetga kirib qolishmi, bir shahodat olishmi? Imtihondan o'tishlik shu narsani beradigan bo'lsa, shu narsa bilan oshcha xursand bo'lish kerak emas musulmonlar. Chunki oxiratdagi imtihonni o'tib olsa, voy bu dunyodagi hamma darajalar uni oldida dengizga yinani solib chiqarganchalik qadr qolmaydi. Dengizga yinani solib chiqardingiz, qancha kam edi? Yinaga qancha o'tdi? Dunyodagi hamma ilmiy darajani siz o'zingizga hosil qilib olganingizda ham bundan topgan foydangiz oxirat oldiga taqqoslab bo'lmaydi. Esimizdan chiqmasin. Imom Ahmad o'zining sahihlarida keltiradi. Anas roziyallohu anhudan u kishi shunday deydi. Oxir darsimizda. Sahobalardan bir xotin payg'ambarimiz aytgan, jannatda shunday bir huri aynlar bor. Agar ulardan bittasi dunyo osmoniga chiqarsa, uni nuri, go'zalligini, nuri quyosh bilan oyni so'ndirib qo'yadi degan. Endi seni aytganingni qilaman deb gunohga kirib, u hurdan mahrum bo'lib qolishdan ko'ra, seni kechib qo'yganliging menga afzalroq dedi. Ya'ni bir seni talabingni bajaraman deb ma'siyat qilib, hur ayndan mahrum bo'lib qolgandan ko'ra, sendan kechib qo'yganing menga arzonroq tushadi dedi. Odamlarni rozi qilib bo'lmaydi. Agar odamlarni rozi qilaman deb yurgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Agar odamlar bilan tenglashaman deyotgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Bizni qiziqtirgan narsa Alloh taoloning oldida hisob-kitobni o'tishlik bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo namoy amollarini o'ng qo'lidan oladigan, hisob-kitobi yengil bo'ladigan, gunohlari pardaning ichida afv qilinadigan, Sirot ko'prigidan chaqmoqda o'tib ketadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.